assalomu alaykum. Alaykum assalom. Zuhraxon opa bilan bog'landikmi? Ha. Ahvollaringiz yaxshimi? Uzr, sizni bezovta qilib qo'ydik. Voy-ya. Rahmat. Bugungi Alloh inom qilgan fayzli kun va ajoyib kunlarda qarshi olayotgan yana bir yoshingiz, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Har doim baxt, omad, sog'lik, salomatlik, ko'ngil xotirjamligi hamrohingiz bo'lsin. Rahmat. Ayni fursatda tabrik so'zi loyihasidan boshlovchi Hurriyatxon bo'laman. Bugungidek quvonchli kunlarda yetkazishimiz kerak bo'lgan tabriknomalar bor edi siz uchun. Nima deb o'ylaysiz? Kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Yo qizim, yo o'g'lim bo'lsa kerak, yo kelinim. Yo'q. Sizni juda ham qadrlaydigan, o'z onalaridek yaxshi ko'radigan jiyaningiz Dildora opa tomonlaridan qabul qilaysiz. Voy, rahmat, injolar sog' bo'lsin, bolalarning rohatini ko'rsinlar. Ilohim. Tabrikka qo'shiluvchi opajoningiz Muyassarxon opa, Muhayyoxon opa, onalaringiz Osiyoxon onamiz, jiyaningiz Muazzamxon opa, Barchinoy opa, Muhammad Yusuf va barcha yaqinlar nomidan Dildoraxon opani sizga atalgan ajoyib dilizxor maktublar yetib kelgan. Agarda ijozat bersangiz, Allohni vakil qilib, Alloh roziligini niyat qilib, o'zi qodir etganchalik Dildora opani tabrik so'zlarini o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Rahmat sizga. Assalomu alaykum, bizning mehribonimiz. Har qanday yaxshi yomon kunimizda ham yonimizda bo'luvchi mehribongina, shirin so'zli, qadrli xolajonimiz. Bugun oddiy kun emas, bugun bizning yuragimizdagi eng katta mehr, eng kuchli tayanch bo'lgan insonning dunyoga kelgan kuni. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Siz biz uchun ona kabi parvarishkor, do'st kabi sirdosh, farishta kabi tinchlik olib keluvchi insonimizsiz. Sizning mehribon qo'lingiz bizning bolaligimizni silab ulg'aytirdi. Sizning yuragingizdagi sabr bizga saboq bo'ldi. Biz sizning duolaringiz orqasida oyoqda turibmiz, yashab, orzu qilib, quvonib yashayapmiz. Xolajonim, bugun sizga shunday tilaklarimiz bor. Qalbingiz tinch bo'lsin, hech kim uni bezovta qilmasin. Umringizga Alloh fayz va baraka bersin. Siz bergan mehr sizga 10 barobar bo'lib qaytsin. Bizni doimo yoningizda ko'ring, suyanchiq sifatida. Biz sizni chin dildan sevamiz. Shunchaki xolamiz emas, siz biz uchun hayotimizdagi mehr maktabisiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin aziz xolajonim. Bugun duo qilaman, Alloh sizni har doim asrasin. Sizga yorug'lik, salomatlik va qalb tinchligini ato etsin. Bizni hech qachon yaxshi ko'rishimizni unutmang deya barcha yaqinlar nomidan Dildoraxon jiyaningiz ushbu satrlarni sizga yo'llabdilar. Rahmat, injolar sog' bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Bolalarning rohatini ko'rsinlar. Sizlarga ham katta rahmat, diningizga sog' bo'lsin. Ilohim, tashakkur. Har doim mana shunday yaqinlari baxtiga sog' va omon bo'ling. Sir bo'lmasa necha yoshni qarshi oldingiz? 47 yoshda. Mashalloh, xayrli bo'lsin ilohim. 100 yoshlarga kirib yuring. 100 yoshingizda ham mana shunday yaqinlari baxtiga har doim omon bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Ana endi Dildora opani yana bir she'riy nomalari bor edi. Shuni ham taqdim etib, so'ngra suhbatimizni yakunlasam maylimi? Mayli, rahmat. Rahmat sizga ham. Onamga o'xshagan nurli yuzligim, to'yib erkalatgan shirin so'zligim, osmonda yulduzim, ohu ko'zligim, mehrli siylagan gulim, jonajon, joningiz omon bo'lsin, jonim xolajon. To'yimda davrani to'ldirib o'ynang, qo'lingizdan bir umr Qur'onni qo'ymang. Mening izhorlarim hazilga o'ymang, onamdek bo'lasiz har on qadrdon, joningiz omon bo'lsin, jonim xolajon. Onamni yonida turing har mahal, men uchun so'zingiz tillodan afzal, birga uyushtiring hajlarga safar. Onamga o'xshagan eng mehribon, joningiz omon bo'lsin, jonim xolajon. Gap-kashtakka boring, to'ylarga boring, bizlarni har mahal duolar qiling. Hurmatim cheksizdir, siz shuni biling. Ardoqda bo'lasiz har dam, har zamon, mening duogo'yim, jonim xolajon deya ushbu ajoyib she'riy nomani ham sizga yo'llabdilar. Rahmat, katta sog' bo'lsinlar, injolar sog' bo'lsin, bolalarning rohatini ko'rsinlar. Sizlarga ham katta rahmat, diningizga sog' bo'lsin. Ilohim, rozi bo'lsin. tashakkur. Rahmat sizga ham. Bugungidek ayyomingizni unutilmas chiroyli holatda yaqinlar davrasida o'tkazib olishingizni tilakdoshimiz. Biz uchun ajratgan vaqtingiz uchun rozi bo'ling va bugungidek ayyomlar sizga muborak bo'lsin. Katta rahmat.
sizlar uchun ham rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Ko'p yoshdan ko'ringlar. Rahmat.